İkinci ders amaliy matematika 2-3 sinflar uchun kitobdan ikkinchi dars 1, 2 va 3 xonali sonlarni ayirish. Demak, o'tgan safar birinchi darsning video yechimini qildik. Endi bu safar ikkinchi darsning video yechimini qilib chiqamiz. Demak, ayirishni bajaring deyapti. Xo'p, ko'ramiz. Bir chekidan ishlab ketamiz. Qaranglar, 56 dan 15 ta ayiraman. 41. 41. Ikkinchisi 96 dan 9 ta ayiraman. 87. 89 dan 56 dan ayiraman. 3, 33. Hop, 76. Bunisi 31 ayiryapmiz. 70. Demek birinchi misolni javoblar quyidagicha. İkincisi ayirishni bajaring deyapti. Demak, nima qilamiz? 89 dan ayiraman 56 ni, 33, 33 dan ayiraman 13 ni, javob 20. Hop, 259 dan 98 dan ayiraman, javob. Hop, bu yog'i 9 dan 8 ketsa 1, 5 dan 6, bu yerda 1, 161. Ayiraman 38 ni. Hop, 11 dan 3 qoladi, 5 dan 2 qoladi, 123. 123. Xo'p, keyingisi 60, 369 dan 245 ta ayiramiz. 4, 2, 1. 124 dan 56 ni ayiraveramiz. Hop, 14 dan 6 ketsa 8. Hop, 11 dan 11 dan 6, 68 bo'ladi. 68 javob. 894 dan 365 ta ayiraveramiz. 14 dan 5 ketsa 9, 8 dan 2, bu yerda 5. Ayiraman 78 ni. 9 dan 8, 1, 12 dan 5, bu yerda 4 qoldi. 451. 892 dan ayiraman 458 ni. Demak, 12 dan 8 ketsa 4, birida maytda 8 qoldi, 8 dan 3, bu yerda 4. 434 dan 58 ni ayiramiz. Hop, 6, 12 dan 7, bu yerda 176. 176. 9 dan 6 ketsa 3. Hop, 6 dan 5 dan 5 ketdi. Yo'q, 5 dan 1, yo'g'i 5. Demak, ayiraveramiz 8 ni. 505. Javob 505. Uchinchisi amallarni bajaring deyapti. Demak, bir marta qo'shamiz, bir marta ayiramiz ekan. Demak, 56 ga 156 ga 31 ni qo'shsak, 187 chaynalmay o'tirish. Tekshirib, tushundingmi? 145 ni ayiraveramiz. Hop, 7 dan 5 ketsa 2, 8 dan 4 ketsa 4, bu yoq 1 dan 1 ketsa o'zi. Demak, 42 ni o'zi ekan javob. Endi ayiraveramiz. 6 dan 5 ketsa 1, 2 dan 1 ketsa 1, 3 dan 2 ketsa 1. 111 ga qo'shamiz 56 ni. Javob 167. Qo'shib olamiz. 8 ga 7, 9, 7, biridilda. Hop, 4 ga 5, 9, 10, yana biridilda 4, 5 bo'lyapti, 6 bo'lyapti. Ayiraveramiz 500 ni. 500 ni. 107 javob. Qo'shib olamiz. 9 ga 7, 6, 8 ga 5, 13, 14. Hop, biridilda 2. Ayiraveramiz 147 ni. 16 dan 9, bu yerda 3 qoldi. 9 ayiraversin 99 javob. Tushunarlimi? Keyingisi, 4-tinchisi. Hisoblang, javoblarni ortib borish tartibida qo'yib chiqing. Viloyatlardan birining nomini bilib oling deyapti. Men ortib borish tartibi degani o'tgan safar tushuntirdim. Hop, o'tgan safar tushuntirdim. Kichigidan kattasiga qarab ketishimiz kerak edi, to'g'rimi? Demak,
Avval ayirib chiqaman. 6 dan 6 ni ayiraversam 0, 5 dan 2 ni ayirsam 3, hop 1. 130 chiqar ekan buniki. 45 ga 39 qo'shsam 84. 84 dan 27 ni ayiraveradigan bo'lsam 67 mi? 57. 57. 57. 78 36 ni ayirsam 42. 42 ga 87. Hop 156 39 ni ayiraversak 117. Bunisi 459 66. Bunisi-chi? 132. Bunisi 208. Aniqmi? 36 ayirib bu yoqqa qo'shishimiz kerak. Endi hop eng kichigi qaysi? Eng kichigi 57. Ani qo'yamiz ekan. A. Undan keyingisi 66. N bo'lib qoldi. N. Hop endi 87. D. Hop keyin 117. 117. I. Hop 130. C. Keyingisi O va oxirgisi N. Andijon. Andijon degan viloyat nomi chiqar ekan. Demak, Andijon. Hop, amallarni bajaring va taqqoslang deyapti. Demak, hisob-kitob qilamiz. Mana 159 dan 45 ni ayirsak, 114. Hop, 14 ga 98 qo'shib 45 ni ayirsak, hop, 98 dan 45 ni ayiraversam 53, 53 ga hop 14 67 ekan. Demak, bu tomon katta. Hop 165 265 dan 142 ni ayiraversak 3 2 1 123. Hop 3 ni qo'shib qo'yani 259. Demak, bu tomon katta. 56 ga 69 ni qo'shib 78 ni ayiraverish kerak. 147 mi? Aniqmi? Hop, bunisi 242. Demak, bu tomon katta. Xo'sh. 360 yo'q 48 mi? 348. 348. Bunisi 3 7 4 473. Keyingisi 6. Ha? Nima oldu? 6 ga keldik. Xo'p, aytilyapti, bir bog'dan Ali 345 kilogram olma, olmadan 127 kilogram kam nok terib olgan bo'lsa, Ali bog'dan necha kilogram nok terib olgan? 345 dan ayiramiz 127 ni. Hop, 8 1 2 218 kilogram nok terib olgan ekan. 7. Bir do'kondan 679 kilogram gilos, gilosdan hop 236 kilogram kam ananas bor bo'lsa, do'konda necha kilogram ananas bor deyapti. 679 dan 236 ni ayirib yuboramiz. 3 4 4 443 kilogram ananas bor. Tushunarlimi? Keyingi 8. Omborda 825 kilogram guruch bor, un esa guruchdan 318 kilogram kam. Demak, 825 dan 318 ni ayirib yuboraman. 15 dan 7 15 dan 7 birdan bir ketsa 0, bu yog'i 5. Demak, 507 kilogram guruch bor. Un bor. Hop, 9-inchisi. Do'konda 542 kilogram litr sut bor. Sutdan 189 litr kam yog' bor. Do'konda necha litr yog' bor deb 542 dan 189 ni ayirib yuboramiz. 12 dan 3, bu yerda 12 dan 4, 12 qoldi, 13 qoldi. 13 dan 5, bu yerda 4 qoldi, 3, 353 kilogram emas, litr. Litr. 10-inchisi. Bir bog'da 960 ta olma daraxti bor. Nok daraxti olma daraxtidan
kam. Demak 275 da kam. 960 dan 275 ni ayirib yuboraman. 5 hop 5 dan 15 dan 8 bu yerda 8 qoldi 6. 685 ta nok daraxti bor. 11. Kutubxonada 1240 ta badiiy kitob bor. Ilmiy kitoblar badiiy kitoblardan 400 kam. Ya'ni 1240 dan 438 ni ayirib olamiz. Hop 2 bu yerda 0 12 dan 8 802 kilogramm nima bor ekan? Kilogramm emas, ta. Kutubxonada ilmiy kitob mavjud. Demak, fermer xo'jaligida 1580 ta tovuq bor, o'rdaklar esa tovuqlardan 465 ta kam. Fermer xo'jaligida nechta o'rdak bor deyapti. 1580 dan 465 ni ayirib olamiz. 5 1 bo'ladi. Bu yerda 1 1. Demak 1155 emas. 1115. Ta. Hop, 13-savol. Bir do'konda 248 ta kitob, kitobdan 145 ta kam daftar bor bo'lsa, do'konda jami nechta kitob va daftar bor? Demak, 248 dan 145 ni ayirib turib 3 0 1. 248 ga 103 ni qo'shib qo'yamiz. 11 5 3 351 ta 351 ta kitob va daftar bor deb qo'ysak bo'ldi. Demak, keyingisi bir do'konda 549 ta kitobdan 273 ta kam daftar bor bo'lsa, do'konda jami nechta kitob va daftar bor deyapti. Demak, birinchi usulimiz 549 dan ayiramiz 273 ni. 6 14 dan 7 2. Endi 549 ga 279 ni qo'shamiz. Hop, 18. Qaysi? 6. Qo'shganimda 15, birdilda 11 12 bu yoqda 8 825 ta 15. O'quv markazida 325 ta stul bor. Stullardan 178 ta kam stol bor. O'quv markazida jami nechta stol va stul bor deyapti. Demak, 325 dan 178 ni ayirib olaman Hikmatullo. 15 dan 7 qoladi. 11 dan 4 qoladi, 2 dan 1 qoladi. Endi 325 ga 147 ni qo'shaman. 12 6 7 bu yerda 472 ta stul va stul bor. Tushunarlimi? Tushunyapsizmi? 16. Do'konda 560 quti choy bor. Choydan 215 quti kam qahva bor. Demak, 560 dan 215 ni ayirib borsam 5 4 3. Hop, 560 ga 240 yo'q 343 5 ni qo'shamiz. Qo'shsak 5 0 9 905 quti. Tushunarlimi? 17. Kutubxonada 430 ta jurnal bor. Jurnallardan svet o'chdimi? Bo'pti, oxiriga yetkazib qo'yaman. Xo'p, kutubxonada 430 ta jurnal bor. Jurnallardan 287 ta kam gazeta bor deyapti. Demak, 430 dan ayirib olamiz 287 ni. Hop, 13
Bu yerda 12 dan 4, bu yerda 1. Demak, endi 430 ga qo'shamiz 143 ni. 3, 7, 5. 573 ta. 18 ga keldik. Qarab turasizlar kitobinglarga. Sport zalida 150 ta gantel bor. Gantellardan 90 ta kam shtanga bor. Sport zalida jami nechta gantel va shtanga bor? 150 dan ayiramiz 90 ni, 60, 150 ga qo'shamiz 60 ni, 210 ta. Hop, 19 omborda 620 qop un bor. Undan 275 qop kam shakar bor deyapti. Demak, 620 dan 275 ni ayirib olsak, 5, 11 dan 4, 5 dan 3, 345. 620 ga 345 ni qo'shamiz. 5, 6, 9. Demak, 965 qop shakar va un bor. Oxirgisi 19. Bir do'konda 542 ta kitobdan 124 ta kam globus bor, ko'p globus bor. Globusdan 345 ta kam sumka bor Yahyobek. Do'konda jami nechta o'quv qurollari bor deyapti. Avval globus topamiz. Globus topsak 542 dan 124 ni qo'shamiz. 6, 6, 6. 666 ta globus bor. Endi 666 dan 345 ni ayiraveramiz. Hop, 1, 2, 3. 321 ta sumka bor. Endi jami qancha o'quv qurollari bor deyapti? 542 qo'shilgan 666 qo'shilgan 321. 2, 6, 9 bo'ladi ekan. 4, 12 bo'ladi ekan bir dilda. 5, 6, 11, 14, 15 bo'lar ekan. 1529 ta o'quv qurollari mavjud. Tushunarli? Xuddi shunaqa qilib ishlab chiqishimiz kerak edi.